Assalomu alaykum. Instagram, Facebook, YouTube kuzatuvchilarimiz. Avvalo, mana bu Turkan Forka Promissionniy plita elektrichеский. 3ta скоростda ishlaydi. Сильный, слабый, средний скоростda kontrolga glazoklar bor. Mana tipa qatorida mana birinchi konforka, orqadagi konforka ishlaydi mana bu. Birinchi paketniyda, mana bu ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi bo'lib ishlaydi. Hamma narsasi joyida. Abad plita emas. Abad plita emas, lekin ishlashlari moshni. Mana 380. Xo'p, konforkalari chugun, atroflari nerjaveka bo'ladi. Mana orqasi oddiy chorniy metalldan obshivka yopilgan 380. Har bitta konforka 3 kilovat 15 amperdan. Xo'p, isitish darajasi 400 gradusgacha. Mana bular 3ta skorsda ishlaydi mana. 1, 2, 3. Ya'ni 3-skorsi eng baland положение. Mana 0. Mana shu hozircha.